O'zbekistonda qor yog'adimi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosishni unutmang. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuqqacha. Kunduz kuni 12-18 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 13-18 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Kechasi 2-8 daraja iliq, kunduz kuni 13-18 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 2-8 daraja iliq, kunduz kuni 16-21 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 13-18 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Baland tog'larda yomg'ir qorga aylanishi kutilmoqda.